Xo'sh xabar. Google tarjimonligiga Uyg'ur tili, ona tilimiz qo'shilibdi. Bu hammamizni intayin xushal qiladigan, suyundiradigan bir ish. Garchi hammanglar xabar topib bo'lgan bo'lsanglarmi, ammo videolarimni xush xabarlar bilan boshlash intayin ko'ngillik berishgan. Shunlashqa bugungi videorimni mushu Google tarjimonligiga Uyg'ur tilimizniki qo'shilganligini tabriklash munosabati bilan ishlangan bir videorim deb turay. YouTube kanalimga xush keldingiz. Ona tildagi Uyg'ur YouTube kanali, Guli Maqsud kanali. YouTube kanalimda Kanadaga munosabatli uchurlar ta'minlagandan sir yana o'zimning shaxsiy ko'z qarashlarimni, fikrlarimni bayon qilib turman pat-pat. Mushu Facebookda ko'rganlarim, to'rdanlaganlarim degandekidek shularga oid munosabatli uchurlar bor. O'zimning shaxsiy o'ylaganlarim, sizlarning o'zinglarning fikringlarni bayon qilsanglar tamamen bo'ladi inkas shaklda. Bugungi videorimda mushu Google tarjimonligining ichiga Uyg'ur ona tilimizniki qo'shilganligini bahona qilib ishlangan video bo'lgandan keyin oldi bilan Facebook'daki bir qism qiziqarli tarjimalarni sizlar bilan baholashga birdan birlikda xush bo'laylik. Birlikda huzurlanaylik. Facebook'daki tarjimalarni uni buni birdan ko'rib kulmamdoq, kulishdan boshlamamdoq videomizdamsa. Yana mana bu xabar chiqqandan keyin Google Translation'ning ichiga Uyg'ur tili qo'shildi degan xabar 26-yillar chiqqan. 27-yildan boshlab rasmiy holda Uyg'ur tili tarjimonligiga kirishgan. Shuning bilan nurg'un to'rdashlarimiz sinoq tariqasida bir she'rlarni tarjima qilib baqqan. Masalan, sening joning mening jonim bir jon emasmi? Sening uchun mening jonim qurbon emasmi degan tarjima qilgan chog'da Your soul, my soul isn't a soul. My soul for you, not a victim. To'g'ri tarjima qilibdi. Ba'zi tarjimalar xuddi Abdukarim Oblas tarjimasiga o'xshashlar bo'laniki. Yana birini ko'rib boqaylik. Arslan qarindishimiz Mayada. Voy dada, jinim dada, Urumchiga bog'im keladi degan tarjima qilibdi ekan to'q. Onun shunday qiziqarli tarjima qilibdi ekan to'q. Qani, necha kunning oldida yozgan tarjima o'xshamadi. O tarjimani ko'rib men degan. Yana bir tarjima oltin tataymi, yombu tataymi, kelmay kelganiga rahmat aytaymi deb ekan to'q. Golden tata, yombu tata, thank you for coming without coming. Ananikin voy dada, jinim dada, Urumchiga bog'im keladi. Voy dad, wow dad, I want to go to Urumchi, daddy Urumchi. Rasmiy Abdukarim Oblas tarjimalariga o'xshab Google tarjimani majab qiziqchiga deb qoldik odamniki. Ya'ni kimlarning shunday tarjimonlari bak qiziqgandoq shunda ko'p men degan bu necha kunning yoqi Google tarjimonligini tarjima qilayotgan qarindoshlarimizninki, sinov boqayotgan qarindoshlarimizninki bularniki bir narsani ko'rib shunda kulman va qiziqarli. Hammamiz shunday xush bo'ldik Uyg'ur tarjimonligi Google tarjimaning ichiga qatilganligidan intayin odamni suyundiradigan ish bo'libmi hozirgidek vaziyatimizda. Ya'ni bir hokimiyat bizning tilimizni yo'q qilishga jang e'lon qilgan vaqtda nurg'unlagan olimlarimiz, nurg'unlagan fan texnika, ilm ahli kishilarimiz shu ona tilimiz sababli Xitoyning zindonlarida shunday jafo, zulmlarni chekayotgan bu shunday bir mezgilda maktablarda, ya'ni ma'rif sohasidami ona tilimizni cheklaganligi mushundaq bir vaziyatga keltirib bu bizningki Uyg'ur ona tilimizni Google tarjimaniki ichiga kirgizilganligi intayin cho'ng bir xush xabar. Hammamiz intayin suyunimiz ham faxrlanishimizga tegishli. Ya'ni butun dunyoda jami 198 dak davlat bor deyman. Shularning ichida Google tarjimonligining ichida bor bo'lganligimi 108 ma qancha xabarlarni ko'rganda qotgandim. Shularning ichida bizningki Uyg'ur tilimiz shularning biri. Uyg'ur tilimizniki Google tarjimoni qo'shilishi haqiqatan odamni suyundiradigan cho'ng bir xush xabar, ya'ni ona til taraqqiyotimizdagi cho'ng bir bosish desak bo'ladi menimcha. Hozir shu Google'ning ichidagi 108 xil tilning ichida o'zaro tarjima qila oladi. Hozir butun dunyo xalqi bizningki nimalarni deyotganligimizni, shu to'rdagi gaplarimizni hozir hammasini tarjima qila oladi. Shu bizga diqqat qilayotgan kishilarning ichida muxbirlarmi bor, tadqiqotchilarmi bor, shunday kishilar bizningki yozganlarimizni diqqat qilib, shu meningki yana bir andishim dal shu yerda. Hozir bizningki to'rt dunyosida biz nimalarni talash qilyapmiz deganda bo'lib, shu virus tarqalgandan keyin bizningki inkosimiz, anandan keyin
Uyg'urlar erkchimi, emasmi, andan keyin Xitoy hokimiyati bilan xalqni ayirib muomala qilaylik degandek shundaq temalarimiz bor hozir to'rlarda bir-birimizni shundaq jiq iliqi talash tortishlarga sevayotgan. Mushu to'g'riliqmi yana so'zligim keldi. Masalani ilib aytaylik, mushu bizningki Uyg'urlar erkchimi, emasmi degan chaqda meningki javobim 60%dan yuqori Uyg'urlar hozir erkchilik qilyotidi. Bu 60% degan men bekardan undaq demindim. Men o'zim bir YouTube ishlaydigan, YouTube'da videolarni yo'llaydigan odam. Oldin ketim men bir video ishladim. Uningki temasi badduo to'g'riliq, ya'ni virus chiqqandan tortib Uyg'urlarniki uning qarta inkosi qanday bo'ldi degan mazmunda bir video ishladim. O videoni amaliy sinaq tariqasida deb olsak bo'ldi, ya'ni survey deb olmizmi? O bizningki 60%dan yuqori kishilarimiz shundaq men 3000 odam shu bir videoni ko'rdi degan taqdirdami, uningdagi 60%dan yuqori dislike button bergan. Bu deganlik Uyg'urninki haqiqatan erkchilik qilyotidi deganiki bir muhim isbot desam bo'ladi sizlarga. O'zim ko'z tutib qo'ysam shu YouTube kanalimga kirib, badduo to'g'riliq ishlangan shu video qarab baqsanglar, uningki ostidagi yozilgan inkoslar men sal turibday, uni hozir shu bir-ikki misolning o'zini shu Facebookdan olaylik. Google'ninki mushu tarjimonligiga Uyg'ur tili qo'shilganligini Twitter'dami birmuncha mushu masalan Mavo kim 35 mingdan 36 mingga yaqin agashkichilari bor muxbirlar, shunday kishilar bizningki mushu xabarlarimizni taqatdi, mushu Google'ninki tarjimonligiga qo'shilganligiga oid hammasi diqqat qiladi degan gap. Masalan, ma'uningdek Uxanliklar g'ayrat qilinglar, qamalni bosib chiqib, butun Jungo tarab ketinglar, yo'q sizlar o'lamtinglar, hamma odamni o'ldiringlar deb. Hozir butun dunyo xalqi virusninki mushu uningga qarta yaqindan diqqat qilayotgan chog'da Uyg'urlar qo'p o'lisha, Xitoylar o'lisha. Virus butun namiz taqalsin, butun Xitoylar o'lsin, hammasi o'lsin, shunday gaplarni qilamiz. O shipshirlar shundaqcha qonaq inkoslar degan. O'zining shunday yozgan postlari yoki ostiga yozilgan ba'zi inkoslar degandek Xitoylarni tillaydigan undaq-mundaq ishlar degancha 60%dan yuqori odam Xitoyga o'chmanlik bilan qaraydi. Ya'ni Xitoy puhralariga o'xshash o'chmanlik bilan qaraydi. Bekardan 60% deyman o'zim. Amaliy sinaqdan, amaliy ro'y sinashdan o'tilgan 60%dan yuqori desam bo'ladi. Buni qo'pib berishga odam qo'plaman degan 3-4 talla erkchiniki gapi qarta olamiz biz butun millatniki hammasini. O erkchi davosak bo'lamdi, bo'lmamdi degandek uningdek talash tortishlar bo'ldi. Meningki o'ylashimcha bo'lgan chog'da 3-4 talla odamniki gap emas, butun Uyg'ur 60%dan yuqori Uyg'ur hozir erkchilik qilyotdi degan gap hozir. Erkchi degan qanday bo'ladi? Masalan, shu Amerikaliklarniki bir qism Amerikaliklarniki yoki Yevropaliklarniki shunday erkchilik qilgan videolarni ko'rib beqqanlar qanday deydi ekan ular. Masalan, men qortallikka o'sh, I hate black people degandek gaplarni chiqirdi. Nimaga Yevropadagilar qarsanglar ko'chmalarniki hammasiga ularniki deydigan gapi nima? Go back to your home, go back to your country. O'zinglarniki yurtiga ketinglar deydi. Ashlar bizniki Uyg'urda yo'qmi? Ship-shir, nurg'un, hammasi shunday deydi. Men Xitoyga o'sh, men erkchi qanday qilding degan gaplarni ochiq oshkora shu Facebookga yozadi. Buniki sababini degan chog'da ularniki bizga qilgan zulmi. Lekin men mayada so'zlayotganim ikkisi ayrim ikki ish. Ularniki bizga qilayotgan zulmlari u bir ayrim, bizniki ularga qaytirgan inkosimiz u bir ayrim. Men ayrim ikki ishni so'zlayapman, ayrim tahlil qilaylik ularni. Masalan, siz o'ylab beqing, va hissiyot bilan ish qilmay yurakdagi gaplarni demak qalini ishiltib gapib baqaylik. Siz 3 million xalqimni Xitoy solib oldi, bu insoniyatga qarshi jinoyat deysiz. To'g'ri? Albatta bu insoniyatga qarshi jinoyat. Anandan keyin o'zingiz qo'yib, yana Xitoylarniki million kishilar o'lsin. Ular mana shunday kamplarda solansin, ular o'lsin deyish. To'g'rimi? Bizga qilganlik uchun unda qilish biz ikkisi ayrim ikki ishni davatimiz. Birisi ularniki bizga qilgan zulmi, yana birisi o'zimizniki inkosi. Siz o'zingiz ma'lum bir ishni xato deb o'ylab turib, anankin shu xato ishni boshqa bir xalqning ustiga shunday yuz bersin desangiz sizningcha bu to'g'rimi? Siz o'zingiz yolg'izlan butun Xitoylarning hammasiniki o'xshash shu Xitoy hokimiyatini, Xitoy puhrasini bir davog'ingiz bilan butun dunyo hokimiyat ayrim puhra ayrim deb ikkisini ayrim qaraydi.
Facebook'ta yana bir video chiqdi. 5 yoshlik bir Xitoy qizalniki atasimi, opasimi o'lib ketgan. O'lib ketgandan keyin Xitoylar bizga hech chaqirtirmi, andaq qildimi, mundaq qildimi, bizniki million xalqlarimiz. To'g'ri, deganingiz tamoman to'g'ri. Ularniki bizga qilgan zulmlari haddi hisobsiz. Odam ishonmagidek darajada ashundaq zulmlarni hozir chekyapmiz. Ularniki qilgan zulmlarini biz davomli fosh qilishimiz kerak. Ularni afu qilish deydigan bir narsa yo'q. Davomli jinoyatlarni fosh qilishimiz kerak. Mening da'vat qilganim dal mushu. Biz ularga o'xshash usulda inkos qaytarmayli dedim. Siz o'ylab beqing. Facebook'dagi shu 5 yoshlik bir Xitoy qizalniki ota-onasi o'lib ketgandan keyin chiqargan bir videosiga tutgan inkosimizni, shularni o'ylab baqayli, shularni qaytadan bir ko'rib baqayli. Biz o'zimiz haqqa, butun dunyo xalqiga bizniki Uyg'ur bolalarimiz mandaq o'lib ketib bordi, so'qoqlarda to'nlab o'lib ketib bordi, ota-onasini o'sha lagerlarga solib oldi, bolalarga ichinglar og'risin deymiz-yu, xalqning 5 yoshlik bolasi ashuna yetim qolgan chog'da sizniki chiqargan o inkosingiz xalq siz xalqdan bizning bolalarimizga ish og'ritdinglar deb turib, xalqning bolasiga bir ish bo'lgan chog'da sizniki o'qigan inkoslaringizdan bu kallani ishiltib baqayli, ikkisi ayrim ish. Xitoylarniki zulmi ayrim ish, bizniki ularga taratgan, ularga qarta tutgan pozitsiyamiz ayrim ish. Siz hamma Xitoylarni o'xshash ko'rganligingiz bilan butun dunyo hokimiyatni ayrim fuqarolarni ayrim deb ayrim ko'radi. Ikkisiniki ayrim farqi bor. Ularniki siz Xitoyniki uşaq tushakka shu kichik bolalarni qo'shib tilasangiz, qayri buvoy mo'maylarni qo'shib tilasangiz. Yana texaman erkchi emas deb qo'ydi. Aşınla turib yana Uyg'urdan erkchi yo'q deydi taxa. Siz o'zingiz yolg'izlar hammasini Xitoylarning hammasini o'xshash ko'rganingiz bilan butun dunyo xalqi hokimiyat ayrim, fuqaro ayrim deb qaraydi. Siz hamda kichik bolalarni qo'shib tilasangiz, buvoy mo'maylarni qo'shib tilasangiz, hammasini bir qatorda ko'rsangiz, siz erkchi bo'lmay kim erkchi? Uyg'urning ichida erkchi yo'q deb qo'ydi taxa. Erkchiniki jiqligida ochiqdan ochiq, oshkoradan oshkora erkchilik qilib biz hozir Uyg'ur tarixining sad bir batlarini yozyapmiz o'z qo'limiz bilan. Bunun misal elib bersam, Kanada tarixida shunday ishlar bo'lgan. Masalan, dunyo urushi bo'lgan chog'da Yaponiyaliklarni, hatto o'sha yerda tug'ilib o'sgan yapon bolalariga shunday ular o'chmanlik nazari bilan qaragan, butun yaponliklarni hammasini shu chat bir yerga yig'ib, ayrim ularniki turmushini ayrim bir yerga o'rlashtirgan, ularni nomga, atoqqa shuna chiroyli atagan bilan sizlarni butun boshqalarniki shu o'chmanligidan qo'g'daymiz degan bilan amaliyotda ashlar o'zlarimi shu Kanada hukumatimi ashlarga tutgan pozitsiyasini hozirmi biz ashunda xato ish qilgan deb aslaydi shu qilgan ishlarini. Biz hozir tariximizdagi ana Xitoylarniki zulmini, shularniki fosh qiladiganligi o'rniga ashlarniki bo'lgan inkosimizni ashundaq tarixning sad bir debatlarini o'z qo'limiz bilan yozish orqali, ashunaq erkchi bo'lish orqali, Xitoylarga o'chmanlik qilish orqali, fuqarolarga qo'shib o'chmanlik qilish orqali ashunaq inkos bildiryapmiz. Bu dal Xitoy hokimiyatiniki kutayotgani dal shu nima degan chog'da shu millatlar o'tirsidagi o'chmanlikni mangulik solmoqchi. Amaliyotda bu yo'l xato. Biz qilmoqchi bo'lgan ishimiz ashundaq erkchiliklarni qilishniki o'rniga telefoningizni olib turib bir guvohlik videosi ishlasangizmi, ashuniki o'zi bo'lsinmi shu Xitoyga shu Xitoyning jinoyatlarini ifodalaydigan bir kirishimiz bo'ladi emasmi? Nima qilasiz 10-15 minut uzun bir inkoslarni yozib, ashundaq erkchilik qiladigan yozmalarni yozib, ashniki o'rniga ekraningizga qarab turib, bir mundaqlar misollarni bilib beray. Mening ismim Guli Maqsud, Kanadada yashayman. Meniki eng yoqtiradigan naqshchim Ablajon Avud Ayub. Uninki naqshlari shundaq esil edi. Bütün Uyg'urga, millatga, vatan sevgisiga to'lgan naqshlari bor edi. Uyg'ur ona tilini bir elib naqshlari bor-ku. Ashundaq bir esil naqshchimiz edi. Shu naqshchimiz hozir qayerda? Meningki shu yoqtiradigan naqshchim qayerda deb mada yozsak bo'ladi. Ashundaq inkoslarni yozganlik o'rnida telefoningizni qo'lingizga birini olib, bu 5-10 minut inkoslarni yozishniki o'rnida 2 minutlik bir video ishlasangiz nima bo'ldi? Xitoyning jinoyatini ifodalaydigan ashuniki tarixiy paket sifatida qilib qolgan guvohlik videolarini ishlash bizniki haqiqiy qilishga tegishli ishimiz. Birsi ular bizga masalan u bir jinoyatlarni qildi deb qonga qon, joniga jon olamiz deb o'tiriblar bir kimni o'ltirib kelib olmaydi.
Biz uni o'ltirishlik o'rniga ashniki ma o'ltadi deb bir jinoyatlarni isbotlaydigan, isbotlarni to'plagan o'xshash Xitoyniki jinoyatlarini bizning ashuna guvohlik videolarimiz orqali, ashlarniki jinoyatlarni ash yozish orqali, ash medialarda taqtish orqali mandaq inkos qilishimiz kerak edi. Ularniki qilgan zulmini biz ularga zulm bilan javob qaytarsak, bu o'shmanlik hech nimani hal qilolmaydi. Siz hozir erkin bir davlat yashayapsiz, bolalarınız maktabga boradi, bolalarniki ichida u o'quvchilari, do'stlariniki ichida har xil odamlar bor, oqlar bor, qoralar bor. Osiyoliklar bor, o'tir sharqliklar bor. Hammasi o'zaro do'st bo'lib yashaydi. Siz bolangizga o'shmanlik qilib, "Balam Xitoy bilan do'st bo'lma" demsiz. O kichik bola mushu yerda tug'ilgan Xitoy. Garchi u Xitoy bo'lsa-mu, lekin uninki jinoyatlarning ichida hech qanday bir jinoyati yo'q uninki bir kichik bolaninki. Xitoy ekan deb mu Xitoychinim bilmasa, o'sha yerda cho'ng bo'lgan yerlik xalq tursa, siz farzandingizga o'shunday o'shmanlik bilan o'sha muomala qilishni o'rgatamsiz siz. Unda qamay bolangizga tarixni o'rgating. Bizning mundaq tariximiz bo'lib o'tgan deb o'shlarga so'zlay oladigan bo'lsin. Hozir men o'zigim diqqat qilib boqayli. Qulluq davridan necha asrlar yashagan qartaliklar bor. Hozir qartaliklar bilan aqtaliklar bir yerda do'st bo'lmamdika. Bir yerda ishlamamdika. Ular bir-birsiga o'shmanlik qilamdika, bir-birsiga shunday irqchilik bilan muomala qiladigan shunday ochiqdan ochiq ashlar to'limi hozir turda. Bizdek Uyg'urdek ochiqdan ochiq irqchilik qilayotgan millat yo'q hozir. Haqiqiy gap mushu shu. Haq gap, haqiqat, amaliyat mushu shu. Haqiqat ochiq. Kim o'tirib qo'ysa, "Hey, mau ish xato" deb haqiqatni o'tirib qo'yg'ichi shu ahonatlarga uchraydigan gap. Shu ahonatlarning sababi shu ashundaq til haqoratlarga qolmay deb ma Uyg'ur davosiniki ustidagi o'sha rahbarlarmi bu temaga qat'iy yaqin kelmaydi. Mushlarning ichidan biraylan. Anvarjon akamiz. Anvarjon apandi shu o'tirib qo'ydi, biz mushundaq ketaversak, mushundaq badduolar Uyg'urning nomiga sat emasmi deganni shu bir odam o'tirib qo'yaldi. Uni maxsus bir programma qilib emas, boshqa bir programmaning ichida shundaq bir ideyani o'tirib qo'ydi. Maxsus mushu temani so'zlay oladigan kishilar o'tirib chiqmayotdi. Ochiqdan ochiq gap qildigan qarindishimizdan birisi bor. Arslan Hidoyat. Shu deyaldi. Anandan keyin bir necha faoliyatchilarimiz bor. Ularningki qilgan ishi to'g'ri ishi. Ularniki gaplarini ashuna yozib qo'ygani shuna yaxshi bo'ldi. Masalan, Xalmurod qarindishimiz Twitterga chiqib yozib qo'yibdi. Biz Uyg'urlar butun xorinlarni unda o'zimizga dushman qila olsak bo'lmaydi debdi. Nimamni Ruqiya Turdish xonim shunday esil bir yozmadan birini yozibdi. Hozir Xitoylar mendan so'rayotdi, "Sen hamma Xitoylarni o'sh ko'ramsan" deb. Men erkchi emas, Xitoy hokimiyatiga o'shmanligimni deb shuna aniq yozgan shunday bir necha nimamiz bor, faoliyatchilarimiz bor. Masalan, Quzat Altaymi shu Quzat Altaymi o'ziniki videolarda doim qo'shib etadi. Xitoy fuqarolarini ayrim muomala qilayli deydi, lekin o'ziniki boshqa bir narsalar to'g'riliq so'zlamoqchi bo'lgan videolarda o'tirda shunday qistirib o'tib ketadi. Bizniki dushmanimiz Xitoy Kompartiyasi, Xitoy fuqarolari emas deb qo'shib o'tadi. Bizniki asli qilishga tegishli ishimiz, to'rlarda yozishga tegishli bo'lgan gap ana shu asli. Ammo shundaq bir sat bir tarixning batlarini yozishga sababchi bo'layotgan dal o'zimiz. Chunki biz mushu to'g'riliq aniq bir ochiq programmalarni o'rlashtirmayapmiz. Da'voning beshidagi rahbarlarmi bu to'g'riliq gap qilmayotdi. Shunlashqa xalqimiz o'ziniki shu ko'ngildan shu nim bo'lsa shuni chiqib o'shmanligini ifodalab yozaveradi. Buni qilmasligimiz kerak asli. Agar mushu bo'yicha ketaversa, rost degandagidek shu dunyo bizga nim deb qaraydi. Bu oshqo'llikdan boshqa narsa emas u. Hammasini bir tayoqda deb, hamma o'lisha deyish u. Terrorchi deymanmi? Terrorchi deysa shunday odam o'lsin, hammasini o'ldiramiz deydi. Uyg'urlar ham shunday deydi, qisos solamiz. Qanday qisos olasiz? Pichoqdan birini ko'tarib uchirganligi Xitoylarni o'ldirib qo'yganmiz. Nima degan vahshiylik u? Og'zimizda shunday terrorchilardek unday ifodalab qo'ymayli, o'zimizga sat bo'ladi. Dunyo bizga diqqat qilayotgan shunday paytda men yozgan to'r dunyosidagi yozgan bir narsalarga yaxshi diqqat qilaylik deb qo'yganqa. Hech bo'lmaganda men kalini ishlasin deb qo'ygan gaplar bir o'ylanib bir ish qilsanglar bo'lmaydi, o'ylanib yozsanglar bo'lmaydi. Deb duolarni bulishiq qilib virus
Virus bütün Xitaylarning hammasini o'ltasin deb. Ha, o'ltasin-da. Oxirgi berib qanaq bo'ldi? O'zingizning odamlar och qoldi, xalqingiz och qoldi. Yig'lag'ali yo'qmi? Shuning ichida shu men och qoldim, xotin bolalarim och qoldi degan videoni ko'rgan vaqtinglarda, va yuraginglar parchalanmadimi? Ashundaq badduolaringlar berib aylanib hamma odamni, hamma insoniyatni qirdigan tursa. O'zimiz bir ishni xato deb, shu xato ishni boshqalarga bo'lsin deb duo qilib, qana bir ish u. Yana desam, yana da o'shmanlik bilan javob qaytarish hech qanday ishni hal qilmaydi. Biz kelgusi avlodlarga tarixni yaxshi o'gitib, bizning tariximizda mundaq ishlar bo'lgan deb, kelgusi avlodlarni shu bizningki tariximizda yuz bergan, hozir bo'layotgan mushu qirg'inchiliklarni qo'rqmay yuraklik holda hammasiga so'zlay oladigan qilishimiz kerak. Uni hargizmi bir irqchi qilib tarbiyalamasligimiz kerak. Kelgusi avlodlarga tinch dunyoni barpo qilib, tinch bir yashaydigan bir muhitni qoldirib ketishimiz kerakdi. O'shmanlikni emas, adovatni emas. U o'shmanlik adovat bo'lsa-mu Xitoy hokimiyatiga qilingan shu o'shmanlik adovat bo'lsa bo'ladi. Ashlarniki hokimiyatidagi, ashlarniki qilgan barliq jinoyatlarini, shularni davomli holda isbotlab beradigan isbotlarni to'plab dunyoga anglitishimiz kerak. Twitterga chiqib to'xtamay bir narsalarni to'xtamay taqitishimiz kerak. Ularniki zulmlarini fosh qilish bilan inkos qilishimiz kerak. Hargizmi zulmga yana zulm bo'yicha javob bersak bo'lmaydi. Zulmga yana zulm bo'yicha javob bersak, o'shmanlikka yana o'shmanlik bilan javob bersak, dedim, Xitoydan bizning nima farqimiz qoldi u chaqda? İnsaniylikdan Xitoyning insoniyligi yo'q deb turib, o'zimizmi insonlikdan chiqib ketgan, shundoq o'zimizni shundoq ko'rsatsak bo'lamda? Misollanmasak, shu Xitoy bilan qanday farqimiz yo'q bo'lib ketdi? Misollarni olib olsak, Yaponiyada yer davrigan chaqda shu tor dunyosidagi Xitoylarniki yozgan inkoslarga qarab beqinglar. Qizg'in tabriklaymiz Yaponiyada yer davriganligini deb boshlab ketdi. Hozircha virus taqilida biz qanchalik xo'shib ketib bormiz, to'rlarda chavoqlarni chelib ketib bormiz. Nima farqimiz bor? Shundoq chavoq chalganniki o'rniga dedim, shundoq biz bir ishga shu guvohlik videolarini ishlaylik, ashlarning jinoyatlarini fosh qilaylik. Adovatimizni Xitoy hokimiyatiga tutaylik. Tarixning yezilishi, to'g'ri yezilishi mushu bo'lishi kerak asli. Yana bir misolni olaylik, Yahudiylar hozir nemislar bilan qanday o'tadi? Uchiq oshkora bilan adovatlashib, o'shmanlashib, so'qishib o'tishamdiki? Undaq emas. Ularning ayrim bir davlati bor. Gerçi ular har bir qitim Yahudiylar har bir qitim shu Germaniyaliklar bilan nemislar bilan ko'rishgan chaqda, paranglashgan chaqda, men Germaniyalik degan gapini anglagan chaqda, gerçi bir daqiqa turayotgan bo'lsa-mu, ichida bir xil tugum bor bo'lsa-mu, hargizmi uni ochiq oshkor holda o'zaro tillashib, o'zaro ziddiyatlashib, bunday ish yo'q. Bu tinch bir dunyoda yashayapmiz hozir. O'zimizmi irqchi bo'lib, farzandlarga irqchi bo'lishni o'gitib, keyingi kelgusi avlodlarga uni qoldirmaylik. Yaxshi o'ylashib boqaylik. Ba'zi gaplarim og'ir ketgan bo'lishi mumkin. Haqiqat ochiq degandek shu, haqiqiy gaplarni o'tirib qo'ygan chog'da shundoq xalqlarningki ko'nglini titan tomog'iga deydigan gaplar bo'lib ketadi shundoq. Ana bo'lsa kelarki videoda ko'rishaylik. Videolarim to'xtab qolmaydi, har haftada bor. Xo'sh.